Ermənistanda kommunal haqlar bu yıl indi ikinci tapqır artdı. Distələgən kişi başqala Yerevanda muğa qarşılıq bildirib uramlarga çıktı. Oşuva çıqqan xalq kommunal idarə yanına jıyılıb maşina hərəkətini toxtatdı. Bir neçə kişi qolğa alındı. Gruziya başqalası Tiflisning temir yo'li vokzali yonundagi kichkina kibetlar xo'jalari shahar idarəsinin tirayaqdagi vaq satuvchilarning savdosini tiyarga chaqirdi. Ular sotarga ruxsati bo'lmagan bu kishilarning kibetlarini ziyon keltirgani turida bildira. Uram jiyinida qatnashuvchilar uramda sotilgan ayberlarning bayasi arzonroq bo'lishini nazarlana. Tojikistanda yuqori o'quv yurtlarini qabul etу imtihonlari boshlandi. Tojikiston davlat testlar o'zagi ilning 11 shaharida 39 imtihon o'rni uyushtirgan. Imtihon beruvchilar orasida ko'chirib yozuv ham haramlashuvlarni bo'ldirmas uchun Iminlik shirkati yoshlarni sinovga tekshirib kiritdi. Afg'onistondagi xotin-qizlar uyushmasi saylovdan so'ng kelib turgan qarshiliklarning shekillanishini kechiktiruv ilni jiddiy siyosiy krizisga keltirishak deb bildirdi. Siyosiy partnerlik ismli komitet bildiruvida ikki nomzodda Abdulla ham Ashraf G'ani xalqning tovushini hurmat etarga tegish deyilgan. Afg'onistonda tovushlarni sanov ham natijani e'lon etib kechiktiriladi. Nomzodlar bir-birini saylovda haramlashuvda aybli. Moskvada bu xonim shaxtada yaralangan o'g'li uchun kompensatsiya talab etib prezident hokimiyati o'rnashgan bino qarshisiga chiqdi. Kemerov o'lkasidan kelgan Vera Shixovaning o'g'li Aleksandr shunda u ko'mir bozorida ishlaganda jarohatlar olib emgangan. Iroqning dunyog'ida Suriya katolik shirkavi boshlig'i patriarx Ignatius Iosif III Duhok shahrida xristian qo'shiqlar yonina keldi. Iroqning Nineva viloyatida kuch qo'llanuvdan qochib 100 minglab kishi ketgan. Bu tubakning zo'rilishi Al-Qaida kontrolida. Pokistonning Peshawar shahrida Ramazon oyi boshlanu bilan jiylik-jiymish ham yashil shabayalari ortdi. Bozorda sotuvchilar tovarlarning buatnada 2-3 martaba qiymatlanuvi turida so'yladi. Yoshlar joyiga qizudan qochish uchun yilga ham kanallarda suv kira. Peshawarda bugun 45 daraja isiydi.